bugun ko'rib chiqadigan yangi mavzuyimiz antikoagulyantlar, ya'ni qon suyultiruvchilardan biri bo'lgan geparinlar haqida gaplashib chiqamiz. Geparin turlari, qachon berishlik kerak, qachon bermaslik kerak, qon ivish tashqi va ichki faktori yo'llari haqida va uni tekshirish usullari haqida qisqacha gaplashib chiqamiz. Demak, birinchi navbatda geparinlarda 3 ta turi bor. Birinchisi hammamiz bilgan fraksiyalanmagan, ya'ni oddiy geparin. Ikkinchisi molekulyar massasi kichik bo'lgan geparin, bularga enoksiparin va dalteparin misol bo'ladi. Uchinchisi sintetik geparin, bularga fondoperinox misol bo'ladi. Endi biz oddiy geparin va enoksiparinni bir-biriga taqqoslab chiqamiz. Demak, oddiy geparinni biz intravenoz yoki teri ostiga qilishimiz mumkin, lekin enoksiparinni biz faqatgina teri ostiga qilishimiz kerak bo'ladi. Endi buni ta'sir davomiyligi oddiy geparindagi birmuncha kamroq, misol uchun 4 mahal qiladigan bo'lsak, enoksiparinni biz 1 mahal yoki 2 mahal qilishimiz mumkin bo'ladi. Oddiy geparinning buyraklarga ta'siri birmuncha kamroq, lekin enoksiparinni glomerular filtratsiya tezligi 30 dan past bo'lganda enoksiparin mumkin emas. Bu buyraklar uchun birmuncha xavfliroq hisoblanadi. Qon ketkazish xavfi oddiy geparinda yuqori, enoksiparinda birmuncha pastroq. Shuning uchun biz buni bemorlarda uyiga yozib bergan vaqtimizda biz bundan foydalansak qulayroq bo'ladi. Keyingisi geparin sabab bo'lgan trombositopeniya chaqirish foizi oddiy geparinda ko'p, lekin enoksiparinda kam. Endi biz buni oddiy geparinda partial thromboplastin time nazorati ostida, ya'ni HTV nazorati ostida doza nazorat qilishimiz mumkin. Enoksiparinni biz faqatgina 10A faktor aktivligini nazorat qilgan holatda biz buni dozasini nazorat qilishimiz mumkin. Xo'p, demak, geparinlarda qaysi turini qaysi vaqtda qo'llagan yaxshi? Demak, oddiy, fraksiyalanmagan oddiy geparinlarda biz o'tkir holatda, ya'ni emergency, shoshilinch holatda qo'llaganimiz yaxshi. Chunki bularda ta'sir boshlanish vaqti birmuncha qisqa va to'g'ridan-to'g'ri qon suyultirib berish xususiyatiga ega. Bu qaysi holatlar? Ya'ni STEMI va NSTEMI, ya'ni o'tkir koronar sindromlardan ST segment elevatsiyalangan miokard infarkti yoki ST segment elevatsiyalanmagan miokard infarktlarida qo'llasak bo'ladi. Ya'ni fraksiyalanmagan geparinni birinchi navbatda bolus qilib, ya'ni vena ichiga to'g'ridan-to'g'ri yuborgan holatda, qolganini infuziya, ya'ni kapelnitsa ko'rinishida qilishimiz ham mumkin bo'ladi. Keyingisi chuqur vena trombozlarida, keyingisi o'pka arteriyalari embolizmida, bo'lmacha fibrillatsiyalarida bersak juda ham yaxshi effekt beradi. Keyingisi profilaktika maqsadida, misol uchun bitta bemor operatsiya o'tkazdi. Mana shu operatsiya o'tkazgandan keyin bilamizki, qon ivish faktorlari aktivligi birmuncha ortadi. Mana shu vaqtda biz DVT yoki PE ni, o'pka arteriya embolizmini profilaktika qilish maqsadida ham past dozada geparinlardan foydalansak bo'ladi. Keyingisi tiya o'tkazgan bemorlarda bersak bo'ladi yoki renal infarkt, buyrak infarktlarida, mezenterik ishemiya yoki bo'lmasam splenik taloq ishemiyalarida bersak yaxshi effekt beradi. Berish mumkin bo'lmagan holatlar qon bosimi kasalligi, qon bosimi yuqori bo'lgan holatda va nazorat qilinmagan qon ketishlari bo'lgan vaqtda ham berish mumkin emas. Tashqi yo'l demak 7 bilan 3 qo'shilib 10 ni hosil qilyapti. Bu endi PT, ya'ni protrombin vaqti yoki international normal ratio, ya'ni xalqaro nisbat deb nomlanadi. Bu ruscha variantda PT yoki MNO deb ataladi. Bu 13-15 sekund davom etadi. Ya'ni 7 bilan 3 qo'shilib 10 hosil bo'lguncha mana shu joyda o'zi 13-15 sekundni davom etadi. Endi bizda qachon biz geparin berishimiz kerak yoki qachon antikoagulyant berishimiz kerak? Misol uchun organizmda kuchli yallig'lanish jarayonlari ketgan vaqtda endoteliy qon tomir jarohatlanishiga olib keladi va tromb hosil bo'lishi yuqori bo'ladi. Yoki bo'lmasam bo'lmacha fibrillatsiyalarda berishlik mumkin yoki har xil ishemiyalarda bersak, ana shu jarayonni tarqalib ketishligini va kattalashib ketishligini oldini oladi va ishemik jarayonni oldini olishga yordam beradi. Endi geparinni biz mana shu HTV PTT ni ko'rgan holatda, nazorat qilgan holatda berishimiz kerak. Normal holatda 30-40 sekund tashkil qiladi. Biz uni 1,5-2,5 barobar
gacha bo'lgan holatda berishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni 1,5 barobardan 2,5 barobar ko'tarilgancha ushlashimiz kerak. Xo'p, 1,5 ni ko'paytirsak 45, 40 ni 2,5 ko'paytirsak 100. 45 dan 100 gacha bo'lgan holatda ushlab turishimiz kerak. Agar bundan past bo'ladigan bo'lsa, tromb hosil bo'lish ko'payib ketib qoladi. Agar 100 dan ko'payib ketsa, bu demak qon ketib qolish xavfi yuqori bo'ladi. Yana bitta ma'lumot, geparin faqatgina jigardan ishlab chiqariluvchi antitrombin 3 bilan birgalikda kompleks hosil qilgan holatda mana shu 10-faktor va 2-faktorni bloklashga olib keladi. Antitrombin 3 siz bu o'z faoliyatini ish jarayonini bajara olmaydi. Antitrombin 3 qachon kam ishlab chiqariladi? Qachonki jigar yetishmovchiligi bo'lgan vaqtda. Chunki u jigardan ishlab chiqariladi va jigar yetishmovchiligi bo'lganda kam ishlab chiqariladi. Keyingisi buyraklarda nefrotik sindrom. Ya'ni nefrotik sindrom bo'lganda ko'plab oqsil chiqib ketish bilan birgalikda antitrombin 3 ni ham yo'qotishga olib keladi. Rahmat. Qon ivish faktorlari haqida gaplashamiz. Demak, qon ivish faktorlari bular nima? Bular oqsillar hisoblanadi. Ya'ni qon ketishini oldini oluvchi, ya'ni mana shunaqa fibrin tolalari, oqsil to'rlari hosil qilishi bilan qon ketishini oldini oluvchi oqsillar hisoblanadi. Qondagi oqsillar. Demak, ikki xil yo'l orqali bu tabiiy jarayon hisoblanadi. Ya'ni ikki xil yo'l orqali bizda mana shunaqa fibrin to'rlari hosil bo'lishligi kerak. Ya'ni birinchisi intrinsik, ya'ni ichki yo'l va tashqi yo'l. Ichki yo'l qachonki ichki yo'l biror joy kesilgan vaqtda yoki endoteliy qavatlari jarohatlangan vaqtda bu aktivlanishni boshlaydi. Ya'ni 12, 11, 10 va 10-faktor orqali mana shu tartibda aktivlanishni boshlaydi. Bu demak ichki yo'l hisoblanadi. Endi tashqi yo'l 7 va 3-faktorlar qo'shilgan holatda, ya'ni bu endoteli jarohatlanmagan bo'lsa ham normal endotelidan ham chiqishligi mumkin. 7 va 3-faktorlar qo'shilgan holatda bu umumiy yo'lga o'tib ketadi. Endi umumiy yo'l 10-faktordan boshlab 2, 1 sifatida mana shu tartibda aktivlanib boradi va oxirida fibrin to'rini hosil qiladi. Ya'ni o'sha jarohatlangan, kesilgan qon tomiriga borib, o'sha to'r to'sish kerak. Ya'ni qon ketib qolmasligi kerak organizmdan. Endi ichki yo'l demak buni nomlari bor, analizlarda nomlari. Ya'ni partial thromboplastin time, ya'ni PTT yoki ruschasiga HTV deb nomlanadi. Bu 30-40 sekund davom etadi. Ya'ni mana shu joydan mana shu joygacha 30-40 sekund tashkil qiladi. Lekin biz ko'rgan vaqtimizda biz analizlarda biz mana shu ichki va umumiy yo'lga baho beramiz. Mana shu PTT yoki HTV ni ko'rsak, biz demak umumiy yo'lda ichki va umumiy yo'l qo'shilib mana shu yo'lga baho beryapmiz deb qarashimiz kerak bo'ladi. Endi tashqi yo'l demak 7 bilan 3 qo'shilib 10 ni hosil